Assalomu alaykum, hurmatli futbolchi quvozlari. Bugun Eron hamda Saudiya Arabistoni milliy terma jamoasi Osiyo qit'adoshlarimiz o'yin olib borishdi. Birinchi uchrashuv Saudiya Arabistoni Urugvayga qarshi o'yin olib bordi. Lavhalarni ko'rishingiz mumkin. Ozgina qolsa Saudiya Arabistoni g'alaba qozonishi ham mumkin edi. Urugvay milliy terma jamoasiga qarshi juda yaxshi o'yin olib borishdi. Golni ham birinchi bo'lib Saudiya juda zo'r imkoniyatlar bo'ldi. Yutib ham ketishi mumkin edi. Mana yana xavfli vaziyatlardan biri. Birinchi bo'lim 1-0 hisobida Saudiya Arabistoni. Mana yana xavfli vaziyatni. Ikkinchi taymdagi xavfli vaziyatlar. Zarba mana juda xavfli va oxir oqibat 80-daqiqa hisob tenglashadi. Afsuski, agar g'alaba qozonishganda edi, sensatsiya bo'lgan bo'lar edi. Chunki oldingi jahon chempionatida ham Saudiya Arabistoni vakillari Messi terma jamoasini Argentina milliy terma jamoasi g'alaba ustidan g'alaba qozonishgan edi. Yomon emas, barobar. Va ikkinchi o'yin Yangi Zelandiya hamda Eron milliy terma jamoasi. Yangi Zelandiya yirtqich qabi tishlarini qayragan holda maydonga tushdi, ammo Eron milliy terma jamoasi ham choyxona yurmaganini va ular ham jahon chempionatiga o'zi chiqmaganligini ko'rsata olishdi. 2 marta quvladi Eron milliy terma jamoasi. Mana birinchi zarba va gol. Mana birinchi bo'limdagi va Eron milliy terma jamoasi keyin hujumni bosdi. Harakatdan to'xtamadi. Va mana xavfli vaziyatlar. Va oxir oqibat Eron milliy terma jamoasi gol urdi. Mana lavhalarni ko'rishingiz mumkin. Undan keyin yana gol urishdi. Faqat ofsayd deb hisobladi hakamlar. Mana hatto kamchiliklari bo'lsa uzr so'rab qolaman, chunki yarim kechasi damasdan oxirigacha ko'rib o'tirdim. Mana yana Yangi Zelandiya yirtqich rejimini yoqdi va hisobda oldinga o'tib oldi, lekin Eron milliy terma jamoasi mana hisobni tenglashtirishdi. Yangi Zelandiya bunaqa o'yin kutmagan, to'g'risini aytsam, Eron milliy terma jamoasi g'alaba qozonadi deb o'ylagan edim. Ammo bu jahon chempionatida boshlanishi yomon emas. Ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.